Albatta, ADNSni o'rganib ham buxgalteriya yuritsa bo'ladi, lekin soliqlarni tushunmaydigan, soliq oqibatlarini ko'ra olmaydigan buxgalter vaqti kelib biznesga katta zarar keltirishi aniq. Assalomu alaykum. Keling, men sizlarga Basic kursimiz haqida batafsil ma'lumot bersam. Avvalo, kursimizda dars beradigan trener ustozlar haqida to'xtalsak. Bular 7 nafar. Niyazmetov Islombek, ya'ni o'zim. Men tadbirkorlik huquqi, soliqlar va soliq rejimlari bo'yicha mutaxassisman. Tadbirkorlikning tashkiliy huquqiy asoslari, mehnatga haq to'lash bilan bog'liq soliqlar, mulkiy va resurs soliqlari hamda soliq majburiyatini ta'minlash usullari bo'yicha dars beraman. Muhammadjanov Murod, soliq qonunchiligi va soliq nizolari bo'yicha mutaxassis. Bu kishi soliqoid huquqbuzarliklar, ular uchun javobgarlik choralari hamda soliq organlarining harakatlari, shuningdek, harakatsizligi ustidan shikoyat berish tartibi bo'yicha dars beradi. Rahimov Farruh, qo'shilgan qiyma solig'i bo'yicha mutaxassisimiz. Qo'shilgan qiyma solig'ining obyekti va bazasini to'g'ri aniqlash, qo'shilgan qiyma solig'i bo'yicha imtiyozlar, 0 darajali stavka va hisobga olinadigan soliq summalari bo'yicha dars o'tadi. Hajabekov Nodirbek, soliq nazorati va tekshiruvlar bo'yicha mutaxassisimiz. Bu kishi kameral soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi kabi mavzularda dars beradi. Babajanov Davronbek, foyda solig'i bo'yicha mutaxassis. Foyda solig'i bazasini aniqlash, daromad va xarajat moddalari, chegirmaydigan xarajatlar hamda foyda solig'ini hisoblash tartibi bo'yicha dars beradi. Matyakov Tohir, buxgalteriya hisobi va ADNS dasturi bo'yicha mutaxassis. Bu kishi ustav kapitali, ish haqi, asosiy vositalar, tovar moddiy zaxiralari va boshqa aktivlar hisobi bo'yicha ishlab chiqarish xarajatlari, valyuta operatsiyalari, pul mablag'lari hisobi, hisoblar shaxslar bilan hisoblashlar, kredit lizing operatsiyalari hisobi va boshqa shu kabi buxgalteriya mavzularida dars beradi. Islomov Qudratulla, tovarlarni majburiy markirovkalash tartibi bo'yicha dars beradi. Endi Basic kursimizning dasturi haqida qisqacha to'xtalsak. Jami 85 soatlik ushbu dasturimiz 5 ta asosiy yo'nalishdagi 28 ta mavzu va 20 ta amaliy ish mashg'ulotini o'z ichiga oladi. Birinchi yo'nalish tadbirkorlik va soliq huquqi asoslari bo'lib, unda tadbirkorlikning tashkiliy huquqiy shakllari, soliqlar, soliq rejimlari, soliq qonunchiligi asoslari, rezident va soliq agenti tushunchalari mukammal o'rgatiladi. Ustav kapitalining shakllantirilishi, o'zgarishi, ta'sischilar bilan hisob-kitoblar, dividendlar hisoblanishi kabi mavzular o'qitiladi. Ikkinchi yo'nalish ish haqi, qo'shilgan qiyma solig'i va aktivlar hisobiga bag'ishlangan bo'lib, unda mehnat uz bilan uyg'un holda ish haqi, mehnat ta'tillari, kasallik varaqalari va ushlanmalar hisobini yuritishni, mehnatga haq to'lash bilan bog'liq soliqlarni to'g'ri hisoblash va soliq agenti funksiyasini to'g'ri bajarishni o'rganasiz. Qo'shilgan qiyma solig'i obyekti va bazasini to'g'ri aniqlash, realizatsiya joyi va sanasini hamda soliq bazasiga tuzatish kiritishni, qo'shilgan qiyma solig'ining 0 darajali stavkasi hamda imtiyozlarni to'g'ri qo'llashni hamda hisobga olinadigan summani mutanosib hamda alohida usullarda aniqlashni o'zlashtirasiz. Asosiy vositalarning kirimi, chiqimi, ularning eskirishi, qayta baholanishi, ta'mirlanishi, modernizatsiya qilinishi hamda tugallanmagan qurilishlar hisobini yuritishni o'rganasiz. Tovar moddiy zaxiralar kirimi, kamomatlar va hisobdan chiqarishning FIFO hamda AVEKO usullarini o'zlashtirasiz. Murakkab ishlab chiqarish xarajatlari, bosqichli va jarayonli tannarxni hisoblash, kelgusi davr xarajatlariga tuzatish kiritish malakasiga ega bo'lasiz. Uchinchi yo'nalishda pul mablag'lari, valyuta operatsiyalari va boshqa hisob-kitoblar o'rgatiladi. Bu yo'nalishda valyuta operatsiyalarini hisobga olish, kurs farqlari tahlili hamda ularni moliyaviy va soliq hisobotlarida aks ettirishni, xaridor va mol yetkazib beruvchilar bilan hisoblashlar, tovarlar qaytarilishi, chegirmalar, penya va jarimalar hisobini yuritishni, hisobdor shaxslar, xizmat safarlari, bo'naklar hisoblanishi, me'yordan ortiqcha xarajatlarning soliq oqibatlarini tahlil qilasiz. Kredit, lizing va zaymlar bo'yicha operatsiyalar hamda hisoblangan foizlarni soliqqa tortishni o'rganasiz. Kursning 4-yo'nalishi tadbirkorlik faoliyatidagi boshqa soliqlarga bag'ishlangan bo'lib, unda yer solig'i, mulk solig'i, suv solig'ini, aylanmadan olinadigan soliq rejimiga o'tish shartlari va soliqni hisoblab chiqarish tartibini, foyda solig'ida jami daromadlar va hisobga olinmaydigan daromadlar tarkibini, chegiriladigan va chegirmaydigan xarajatlarni, foyda solig'i bazasiga tuzatish kiritish, zararlarni kelgusiga o'tkazish hamda soliqni hisoblash tartibini to'liq o'zlashtirasiz. Kursimizning 5-yo'nalishi soliq nazorati, javobgarlik va huquqiy himoyaga bag'ishlangan bo'lib, unda tovarlarni majburiy raqamli markirovkalash va hisob fakturada aks ettirishni, avtokameral va kameral tekshiruvlarni, ular bo'yicha tafovutlar asosnomasini va aniqlashtirilgan hisobot berishni o'rganasiz. Sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditiga tayyor bo'lishni o'zlashtirasiz. Soliqoid huquqbuzarliklar, aybni isloh qiluvchi va yengillashtiruvchi holatlarni, soliq majburiyati, davom muddatlari hamda ortiqcha to'langan soliqlarni qaytarishni o'rganasiz. Soliq organlarining noqonuniy qarorlari va mansabdor shaxslarning harakatlari, shuningdek harakatsizligi ustidan yuqori organ hamda sudlarga shikoyat berish tartibini o'zlashtirasiz. Kursimizning mavzulari nazariy tushuntirishlar bilan cheklanib qolmaydi, balki ADNS dasturi va real keyslarga asoslangan 20 ta amaliy ish yuritish mashg'ulotlari bilan mustahkamlanadi. Ya'ni siz
O'rgatilgan mavzularni Agenes dasturi hamda aniq real keslarga asoslangan 20 ta amaliy ish yuritish mashg'ulotlari bilan mustahkamlab olasiz. Basic kursida joylarimiz cheklangan, guruhga qo'shilish uchun murojaat qoldiring.